Assalomu alaykum. Voy, mana pianistani alkash. Vechna ichgan shuni bor. Shu piyon bo'lib yuradi har doim. Ota-onlarni ham kuydirdi bu. Odam bo'lmaydi. Bu odam bo'lmaydi, o'lib ketadi bu. O'lib ketadi. Ariqda yotuvdi. Hayotda. Mana yoqda yotuvdi. Assalomu alaykum og'a. Assalomu alaykum. Ha, bugun kayfing yo'q? Yo, ichish tashadim. Ey, tolma qildim. Menga triz bo'lib yurish yarashmas ekan. Alkash bo'lib yurgan yaxshi edi. Qo'lida bir hunar yo'q, bir ish qilsa o'ladimi ha shu? Shuni qo'lda ish keladimi? Kelmaydi ish. Hech qanday ish kelmaydi qo'lda. Ha, shu yuradi, sakat saltan. Yaxshi, malades, zo'r ishlayapsizlar. Hamma tovarlar o'tdimi? Bo'ldi, bugun pul tushadi, hammaga tushadi. Xo'p, tushunarli. Menga qara ahvolini. Tadbirkormish. Ustiga undan ko'ra buni kiyim olsa bo'lmaydi. Ko'cha-ko'yda qanaqa qilib yuradi? Buni faqat gap. Bu yaqinda pul ko'rdi-da, yaqinda pul ko'rdi. Endi pul ko'rgan. Eski boy emas bu, chirik boy bu, yangi boy. Assalomu alaykum akajon. Assalomu alaykum. Akajon, shunaqangi charchadim. Odamlar shunaqangi mayda gap, orqangizdan gapiradigan bo'lib qopti. Ayniqsa erkaklar. Odamlarning kiyimiga qarab ham gapirishyapti-ya. Akajon, kiyim do'kon tanlashda adashmabsiz. Bizning Zugi do'konimizda kostyum shimlarni har xildan bor. Xohlasangiz klassika, xohlasangiz pol klassika, xohlasangiz kuyovlarimizga smokinglar ham bor. Bizning kostyum shimlar Namanganda tikiladi. Yo, Namanganning kostyum shimlari zo'r. Italiyada ham Namanganning kostyum shimlari sotilar ekan. Aka, menga shunaqangi chotki kostyum shim qilib bering. Ko'rgan odam bor-ku, hasad bilan emas, havas bilan qarashsin, iltimos. Bo'ldi gap yo'q aka. İşlerini yürütemiz Nokia'da bir günüye baraman apa Tony Montana din Gece uhlamin işledim oyladım İspatlaşım gerek verişine pul yak kanal Assalomu alaykum. Odam bo'lib qoptimi? Gapirishingni bilgandim. Nima qilish kerak, ha? Nima qilish kerak? Unday yursam ham gapirasan, bunday yursam ham gapirasan. Kim sanlar? Ukajon, nerga chiqaman? Biz shunaqa odamlarmiz. Nima qilsang ham gapiramiz. O'zimizda bir tayinli ishimiz yo'q, lekin odamlar gapirishga ustamiz. To'g'ri, biz ham xohlab g'iybat qilmaymiz, lekin qonga singib ketdi-da, ukajon. Qoningga. Sen Nargizni eshitdingmi? Nima bo'pti? 6 oyda tug'ib qo'yibdi. Yo'q. Serios? Ya, baya qal sanlarga qo'shilib mana o'ynayapman. Yo, asta. Mana vaqtim o'chilayotganki, Xudoga shukr. Baxtingiz ziyoda bo'lsin, eshik yoping. Jo'ra. Bitta narsani bilib qo'y, to'ydan keyin qoning chiqib ketadi. Bo'lmagan gap, meni qonim chiqmaydi. Ko'rasan-da. Ko'ramiz. Bo'la, ketaylik, bo'layotganini ko'raylik. Uylanish mazza ekan-ku. Ha o'g'lim, qora nima deyapti qora? 5 ta pressni bitta qilibsan-ku. Bu qorin emas, dada. Qorin. Bolam, mana o'zi qorin qo'yishni ham boshlabsan. Men ham uylanganimda qo'yganman shunaqa. Kechasi bilan uyqu bo'lmadi. Bolam, qornimda joy osilib yotibdi. Qornim yo'q-ya. Ana kenguruni qoni o'xshab osilib yotibdi. Yevilsine ikishingda bir jin. Voy, men ham qo'rinchasiga boshimni qo'ysam-da. Nimaga? Yostiqcha chiqib turibdi. Boyxon. Qornim yo'q mana, bor ishingni qil. Qornim yo'q mana. Voy toba. Ha, xola, tinchlikmi? Ha, qurib ketma ko'r. Men seni qonningni ko'rib, hokim bu kelyaptimi deb o'ylabman. Nima deyapsiz? Meni qornim yo'q. Ha, bu nima? Bu press, siz tushunmaysiz buni. Hay, pressing qurmasin seni. Oo, Boburjon, yangilik kelinda emas, sanda bo'ldimi deyman, ha? Nimaga unday deyapsan? Qorinchani aytaman-da, necha oylik bo'ldi? Ko'raman. Qornim prosta dam bo'lgan. Bobur! Bobur! Yana o'rtog'im keldi, meni yo'q deb qo'y. Assalomu alaykum, Bobur akam, yo'q edilar. Ana qoni chiqib turibdi-ku. Ha, nima? Men senga aytganmidim qorning chiqadi deb. Chiqar ekanda onasini ham sen. Nimadan chiqadi bu? Gormonalnimi?